Bu galgi mijozimiz Samarqand viloyati Urgut tumanidan ko'p qavatli bino uchun nasos stansiya buyurtma qildilar. Mijozimiz Instagram orqali ariza qoldirdi. Operatorlarimiz ular bilan bog'lanib, ehtiyojini o'rganib chiqishdi. Mijozimizga 9 qavatli 54 ta xonadonni suv bilan ta'minlovchi nasos kerak ekan. Texnik xodimlarimiz bilan mijozimiz uchun mos tushuvchi nasos stansiyasi loyihasini tayyorlab, narxini belgilab Telegramdan jo'natdik. Taklifimiz mijozimizga ma'qul keldi. Oldindan to'lovning bir qismini olib, ishni boshladik. Dastlab berilgan loyiha asosida texnik mutaxassislarimiz nasos stansiyamizni rama va bitlovchi qismlarini yasashni boshlashdi. Nasos stansiyani yasash uning kattaligiga qarab bir kundan bir haftagacha vaqt olishi mumkin. Nasos stansiyamiz tayyor bo'lgandan so'ng, uni kompressor orqali yuqori bosim bilan test qilib ko'ramiz. Stansiyamiz testdan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng, uni yetkazib berishga tayyorlaymiz. Nasos stansiyamizni manzilga yetkazganimizdan so'ng ishga tushirib berdik. Shu bilan yana bir aholi turar joy majmuasini suv bilan ta'minlashga o'z hissamizni qo'shganimizdan baxtiyormiz. BMS suv nasoslari bo'yicha mukammal yechim bizda.